Buncha issiq. Gövdangni ko'tar. Gövdangni ko'tarsam, ishdan ko'taraman mana. Akalar menda skidga bormi? Yo'q. Yo'q deng, mana 130 ming. Men nima bo'ladi? Tilladan bo'lganman. Bozor qilmang. Ishdan yo'q, tizlar jirtqa ko'rganda bozor haqida siz babshi gapirmadi, hamma. Shuni muomala bilan so'rang. Aka, navoda sizlarda skidga yo'qmi? Katta xonangnikida bor skidga. Voy, katta xolangiz skidga qilayotgan bir og'iz aytmaysiz. Kartakina jim turdi, narxdan battar nagrizga qilyapsan yurakka. Skidga bormi, yo'qmi? Kallangiz yaltirab. Yo'q skidga. Shoshmang, uzun karta bormi? Bor. Uzun kartada skidka bor. Uzun karta orqali to'lov qilib, uzun market va uzun tezkordan 30% chegirmaga ega bo'ling. Hoziroq buyurtma bering. Bu shunchaki dahshat. Ham chegirma, ham qulay, ham arzon narxlar. Voy, endi hamma narsa hozir uzun marketdan zakaz qilamiz. Konditsioner, ventilyator, kakras hozir kunib ketdi. Stamak qilincha telefoningiz o'ynang, ichiga kirib keting shuni. Ultib berasiz sizga. Nima bu yoqqa kirdik o'zi? Onlayn xarid qilish zo'r-ku. O'l jaltir.